Assalomu alaykum hurmatli jamoat, tinchlarmansizlarmi? Bugun Abbas aka stalinga keldik Sadatjanina. Özüm bir yaxshina, понятный olib tartib keteyin deb keldim. Nol jani chiqayotgan uy. Yaxshimdan ko'chadan qiyla girgizishib deydi, krasini to'xtashib. Stalin ayında biz. Nol uylarning aylanasini polniy bir tartib reklama qilib qo'ying. Nol Sadatchi yashab yurgan uy. Arkası bunday ekan. Fundamenti ham aralash bo'lib, mantib har birlardan qurilib, yerdan ulanib turib, yer o'zi jarıqlar ko'rinadi bu yerdan. Mana jarıqlar. Bu yer bo'linib ketdi. Keyin ulangan ekan bu yerchi. Mana orqa jag'i, oldi jag'i deganim. Mana eshigini oldi bog'i. Stalar, now, now to'g'on asken. Pol yok mu? Pol yok. Yer ekan. Döngül piyalarga çay içsen jig'ilib o'tiran pol. Hep şu zamanda shunda uyda yashasa achinishdi da jigitlar, olovda shuncha narsa tursa, beralmasak uyat bo'ladi. Abbas Şeyh, ustalar. Uyning görünüşü. Uyning chetasidan tushuntirib qo'ying. Nereden eşik bo'ladi ekan? Zal, bir komnat. Yerden bir eşik bo'ladi, yerden bir eşik bo'ladi. Boshqag'ina yerdan da bo'lib turib, buyog'i dush bo'ladi ekan. Shunda 3 komnat, koridor, yerda dush bo'ladi ekan. Shuni fundamenti bitibdir inshaalloh. Cemaat nol piş götürmeden çıkan yol. Kırgızata yaqa to'g'ri ketadi Stalin. Nol Sadatchini uyi, yo'l mo'yindalar. Qayoqqa ketib qoldi mana aka. Nol Sadatchini uyi bo'ladi. Nega? Şu yol boyunda yaşaydı. Şu eksen bergenlerden Allah razı olsun. Dağın biren degenlerden Allah razı olsun. Şunu tezeti bu yıl köçürüp çıkarıp bütürüp çıkarıp koyalım inşallah. Allah varınızlara güç kuvvet versin hemen. Selamun aleyküm rahmetullahi ve berekatuhu.